yana birov yokida Palestina blokda o'qisa bo'lam deganlar yo'q bismillah. O'shay mumkin quvonani izi qo'ryapti, lekin titilib ketdi, sindi degan narsa bo'lmaydi. Hozir eksperimentlab ko'ramiz. O'sha yonmas suvda cho'mqaydigan, ya'ni Palestina blogimiz bo'ladi. Razmerini aytadigan bo'lsak, 30 ga 20 qarinlik, uzunligi 60 bo'ladi. Bir donasi bo'ladi 23 ming. Yana blogimizga chiqadigan yana 30 bo'ladi, qarinligi 20, uzunligi 60 bo'ladi. Bir donasi bo'lyapti 13 ming so'm bo'lyapti. Manzilni aytib o'tsak, Samarqand viloyat, Qayloq tuman, ya'ni Jumabozor qishlog'ida bo'ladi. Ya'ni Samarqand viloyatidan kelish, Qayloq rayonidan kelish, bu tarafni o'zga ketadigan yo'li bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerlari bo'ladi. Mana yana birov yokida Palestina blokda o'qisa bo'lam deganlar yo'q bismillah. O'shay mumkin quvonani izi qo'ryapti, lekin titilib ketdi, sindi degan narsa bo'lmaydi. Hozir eksperimentlab ko'ramiz. O'sha yonmas suvda cho'mqaydigan, ya'ni Palestina blogimiz bo'ladi. Razmerini aytadigan bo'lsak, 30 ga 20 qarinlik, uzunligi 60 bo'ladi. Bir donasi bo'ladi 23 ming. Yana blogimizga chiqadigan yana 30 bo'ladi, qarinligi 20, uzunligi 60 bo'ladi. Bir donasi bo'lyapti 13 ming so'm bo'lyapti. Manzilni aytib o'tsak, Samarqand viloyat, Qayloq tuman, ya'ni Jumabozor qishlog'ida bo'ladi.